Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni. Bugun bolalarimizni bayrami. Katta bo'lsa askar bo'ladi. Yaxshi vatanga xizmat qiladigan yigitlar bo'lib yetishadi. Kecha tadbirimizni chiroyli qilib o'tkazib oldik. Bugun bayram kuniga Xislatbek tug'ilgan kunini nishonlaymiz ekan. 7 yoshga kirdingmi? Katta bola bo'pti-da. Hozir yoqamiz, nishonlaymiz. O'g'il bolalarimizga zo'r bayram bo'pti, ha? Hammasini Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklaymiz. Xislatbekni ham tabriklaymiz. Katta yigit bo'lsin, ota-onasiga, vataniga xizmat qiladigan yaxshi yigit bo'lsin.